Idealistik inson qanaqa bo'lishi kerak? Yo'q. Nimaga? Aslzodalar tanho yashaydi. Fotoshizga intervyu olsa bo'ladimi? Bo'ladi, hozir tushib olaman. Bo'ladi, shu. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Ismim Mubina. Nima dvijeniya qilasiz asosan? Dubaydan avvaliga atir olib kiraman. Bu mototsikl qanchaga tushgan? Mototsikl menga sovg'a bo'lgan. Sovg'a kimdan? Dadamlardan. Bittasi olib beraman mashina orasidan. Hozir mototsikl haydarkansiz. BMW kelmayapsiz. BMW, конечно. Turmush qurganmisiz u? Qurgan edim. Idealistik inson qanaqa bo'lishi kerak? Yo'q. Yo'q. Idealimda yo'q. Uchrataman deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Nimaga? Aslzodalar tanho yashaydi. Hozir Instagramda bitta konkurs, challenge e'lon qilgan ekansiz. Siz obunachilaringizga hop mandan Kawasaki Mototsikl. teppa tekinga sovg'a qilishim mumkin. Qarang, shunaqa qilishlari kerak. Men bilan, mani baykim bilan любой temada video qiladilar. Уже u video 8 kun ichida yaxshi prosmotr ursa, siznikidan zo'r bo'lsa, birinchi o'ringa mototsikl qo'yganman, ikkinchi o'ringa $500 pul.